Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilar. Bugungi videorolikda iltimos qilaman barchalaringizni oxirigacha tomosha qilinglar, chunki bugungi videorolikimizda juda bir yaxshi maqsadlarga boy bo'ladigan videorolik bo'ladi. Chunki mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Instagramda, TikTokda, YouTube'da mana shu akamizni xalqqa bir chiroyli tarzda qilayotgan videoroliklarni, maqsadlarini berayotganlarini ko'rib, o'zim shaxsan shu akamiz bilan bir yaqindan tanishaman va oldilariga borib bir obunachilarim uchun kerakli bo'ladigan maqsadlarni olaman deb bugun mana shu Xo'jand shahrining kardiologiya больницasiga keldim. Aka, assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Omonmisiz? Bir o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aka. Rahmat. Men Qurbonaliyev Jonibek, doktor kardiolog va UZI tashxisi bo'yicha mutaxassisman. Ya'ni yurak kasalliklarini tavobat qilish va yurakni uzisi va boshqa hamma organlarni uzisi bo'yicha mutaxassisman. O'zim Spitamen nohiyasi Qo'shtegirmon qishlog'idanman. 2,5 yildan beri mana shu kardiologik sentrda, ya'ni markazda 2,5 yildan beri kardioxirurglar jamoasida kardiolog vazifasida ishlab kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Добрый день, дорогие слушатели. Я Бурхан Хумихон Ахматович. Что могу сказать о себе? Я детский кардиолог. Закончил Российскую Федерацию. Сейчас в данный момент работаю в кардиологии в городе Ходжанде в отделении детской кардиохирургии. Что вообще такое детская кардиология? Детская кардиология не особо, можно сказать, развита в нашей стране, потому что очень много детей с пороками, выявление которых в взрослый период находим именно во взрослом периоде. Поэтому сейчас в данный момент нас несколько человек, детских кардиологов, работают. Я являюсь одним из них. В данный момент я заведующий отделения детской кардиохирургии. В основном, что такое порок? Многие говорят, что у моего ребенка порок сердца. И приходят, вот такие бледные, приходят. У моего ребенка порок сердца. И не знают, что с ним. Есть разные пороки. Больше 20 пороков сердца. Hozir qaranglar, mana shu bilan yurakni o'qib bo'ladimi? Tekshirib bo'ladimi qanday? Yurakni qonni strukturasini, qanday tuzilgan anatomik strukturasini shu bilan ko'rib bo'ladi. O'zingizda ko'rsa bo'ladi. Misol klapanlarni paroglari, yurakni qanday ishlayotgani, misol. Hozir shuni menda sinab ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana hozir yuragimni tekshirdingiz. Qanday, nima? Biron nimasi Bo'lsa hammasi zo'r aka. Hammasi yaxshimi? Hammasi zo'r. Klapanlar, qon tomirlarning ishlashi, yurakning ishlashi, hammasi zo'r aka. Hammasi cho'zikna. Endi men bilganim, hech bo'lmasa yilda bir marta bo'lsa ham inson o'zini sog'lig'i uchun harakat qilib bir marta doktor ko'rigidan o'tsa yaxshida, chunki ham umri uzoyadi, ham yana o'zi sog'lom bo'ladi deyman-da. Shuning uchun obunachilar mana kelaverasizlar. Mana akamiz har doim sizlarning xizmatlaringizga hozir. Mana o'zim yuragimni tekshirtirdim. Mana yaxshi deyaptilar. Yaxshi bo'lay, sizlarni har doim xizmatlaringizda bo'laylik. Mana akamiz ham shu bizga o'xshagan xalq xizmatini qilib, mana kanallariga ham kirsalaringiz bo'ladi. O'zlarining shu maqsadlari bilan videolar orqali shu maqsadlarini berib kelmoqdalar. Men shu videolarni ko'rib kelgan edim. Mana bir ular apparatga ham tushdik. Akam mana obunachilar qarab turibdi, ko'rib turibdi. Yana qana foydali maqsadlaringiz bor. Shu o'rinda aka, mana o'zini odam tekshirtirib
turish kerak dedingiz-ku, shu Aha. gapingizga mana to'g'risi men ko'p bu videolarda ham aytib o'taman-da, to'g'risi. To'g'ri, uzoq qishloqlar bor, misol ancha uzoq qishloqlarda bu yerga Ha, yetib kelguncha 2 imkoniyati soat, yo'qlar 3 ham soat, imini o'sha yashayotgan joyda kardiologi yo'q odamlar ham bor-da, misol. bor. Lekin men ko'p kasallar ko'raman o'zimizga yaqin, mana shu yaqin joyda yashayotganlar hamda misol kasalni o'tkazib yuborib, ancha og'ir ahvolda ko'p kelishadi. Ya'ni infarkt o'tkazishadi yoki davleniya bor. Ya'ni qon bosimi baland, lekin qon bosimiga e'tibor berishmaydi. Qon bosimiga e'tibor berishmaydi. Nima uchun? Hamma yaxshi-ku, biror xil zarar tekkan yo'q-ku menga. Tabletkani misol borgan u kardiologga bir marta borgandir, yo misol 2 marta borgandir, dorilarni ichib yurish kerak, yozib bergan misol, yo o'zini bilganini qiladi. Aytmoqchimanki, shu imini ma'lum bir tipdagi, ya'ni shu nimada turadigan odamlar borki, infarktdan o'zini saqlash kerak. Infarktdan o'zini saqlash kerak. Qanday odamlar ular? Misolda, qandli diabet kasal, qandli diabeti bor kasallar, misol. Ikkinchi, shu davleniyasi doim ko'tarilib turadigan odamlar. Uchinchi, aytaylik naslida, ya'ni avlodlarida, dadasida, onasida biror kimda misol yurak kasalligi bor odamlar o'zini tekshirtirib turgani yaxshiroq. Yo 6 oyda bir analizlarni ko'rib, misol tekshirtirib turgani yaxshiroq deb o'ylayman. Nimaga degan savolga men sizga javob beraman. Misol davleniya. Davleniya qanday misol infarkt olib kelishi mumkin. Davleniya bo'ladi, bir xil payt dori ichmagan vaqti ham bo'lib qolishi mumkin. 130, 140 bo'ladi, lekin 180, 190 ga chiqadigan odamlar bor. Davleniya baland bo'lavergani sari qon tomirlarda, faqat yurak qon tomirlari emas-da. Yurak qon tomirlari emas. Boshqa qon tomirlarda ham ateroskleroz rivojlanadi. Qon tomirlar o'sha borib misol mana shu yurak qon tomirlari bo'ladigan bo'lsa, bitta, ikkita, uchta bu katta qon tomirlar, aorta deyiladi. Bu koronar qon tomirlar, koronar yurak qon tomirlari deyiladi. Ateroskleroz rivojlanishni boshlaydi. Aytaylik, mana shu yurak qon tomir deylik, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu turbaga o'xshab qon o'tadi. Qon misol aytaylik, bitta turba suv o'tadi deylik. Suvda misol to'lib qolsa, suv o'tolmaydi-ku. Misol bu yerda asha davleniyani hisobidan ateroskleroz rivojlanadi. Asta-sekin qisqaradi. E'tibor bermaganligi tufayli o'sha bu infarkt olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, nasledственный degan, ya'ni avloddan avlodga o'tadi. Dedik, ya'ni onasida, dadasida agar yurak kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilib, aytaylik 40 yoshdan keyin biror xil aktiv shikoyati yo'q, lekin bir marta kelib turib, misol o'zini biz misol aytamiz, falon analizlar, misol aytaylik ko'p vaqt olmaydi-da. Mana yakiga, значит, yurak kasalliklarini aniqlash ko'p vaqt olmaydi aka. Misol 10 minut, 15 minut o'zini sog'ligi uchun vaqt ajratsa bo'ldi. 10-15 minut uzoq. 10-15 minut tamom. Misol mana keldi, yo mana keldingiz, misol mana ekiga, o'sha 1 minut, 2 minutda ekiga ovoz chiqariladi. Mana o'zi yuragi ko'rish uchun ko'ramiz. Siz bilan suhbat qilamiz, siz kasal bo'ladigan bo'lsangiz, hammasini ko'ramiz. O'sha biz podozreniya qilmadikmi? Hammasi yaxshi o'tdimi? Hech nima kerak emas. Yana borasiz, dars ishingizni davom etaverasiz. Biror xil shikoyat bo'lgan vaqtda kelasiz, misol shikoyat yo'qmi? Yana 6 oyda bir o'zingizni tekshirib turasiz. Biz nimadirga misol podozreniya qildikmi? Yo, men qildimmi biror nimaga podozreniya? Bizda yugurtirib, misol ekiga qilsak bo'ladi. Treadmill test deyiladi yoki veloergometriya, ya'ni veli haydab turib ekiga qilish mumkin. O'shani ko'ramiz, nagruska berib, chunki yurak kasalliklari ko'p og'riq beradi nagruska vaqtida-da. Misol ko'ramiz, oshiqcha vaqt ketmaydi. Uzoq bilan 20 minut.
agar kerak bo'lsa kerakli analiz aytamiz, bitta ikkita shunda hamda Tushunarli. aytiladi. Tamam. Ana obunachilar, shu akamizning aytishlari bo'yicha 10-15 minut uzoq bilan vaqtlaringiz ketadi. Shu uchun nima deyman, kelinglar o'zlaringizni sog'liqlaringiz paydan bo'linglar. Hech bo'lmasa yildami, yarim yilda bo'lami, bir marta doktor ko'rigidan o'tsalaringiz, o'zlaringiz foydalaringiz bo'ladi. Aynan akam siz aytganingizdek, hozir uzoq joyda bir xillar sharoiti bor. Boraman deydi, lekin kela olmaydi. Unisiga qanday sizlarga agar murojaat qilsa, telefon qilsa bora olasizlarmi? Aka, mani Instagram akkauntlarim bor. Misol bizni davlatda misol ruslar ham bor, o'zbeklar ham bor, tojiklar ham bor. Misol shuning uchun ularga oson bo'lish maqsadida misol tojikmi? Tojik tilida o'zini tilida misol tushuna olsin degan maqsadda, o'zbekmi? O'zbek o'zini tilida tushuna olsin degan maqsadda, rusmi? O'zini tilida tushuna olsin degan maqsadda 3 ta akkaunt ochganman Instagramda. Tushunarli. Rus tilida, o'zbek tilida, tojik tilida tushuntirib o'taman. O'sha akkauntlarni misol kerakli ma'lumotlarni ko'rib turishsa bo'ladi va kerakli vaqt yozishsa bo'ladi. Telefonga bemalol murojaat qilishsa ham borasizlar, ha? Endi misol uzoq. Yo'q, bunday akajon. Misol agardan maslahatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, soat 5 dan keyin, ya'ni ish soatidan tashqarida bemalol telefon qilib maslahatimizni olsa bo'ladi yoki kerakli misol qo'ldan kelgancha maslahatimizni beramiz soat 5 dan keyin. Lekin bora olmaysizlar, ha? Agar borishga keladigan bo'lsak, biz yaqin kunlarda tashkil qilmoqchimiz. Ya'ni men sizga aytganimdek, ham kattalar, ham yoshlar imенно детский poroglar, ya'ni yurak nuqsonlari bo'yicha yoshligida bir marta aytilgan bo'ladi-yu, ahamiyat berishmaydi ota-onasi, misol berkilib ketar, bola katta bo'ladi. Bola katta bo'lgandan keyin asta-sekin organizm o'sha narsaga kompensatsiya qila olmaydi. Ya'ni dekompensatsiyaga o'tadi. Bu degani nima degani? O'sha organizm katta bo'ldi, organizmga kislorod kerak ko'proq, rivojlanish kerak, bo'y o'sish kerak, vес olish kerak, boshqalar. O'sha dekompensatsiyaga o'tgandan keyin og'irroq ahvolga kelgandan keyin murojaat qilishadi. Biz hozirgi детский kardiolog bilan birga, men o'zim kattalar kardiologi, детский kardiolog bilan birga EKG, UZI biz tashkil qilamiz. Har bitta rayonga EKG aka, значит, UZI, kattalar kardiologi va bolalar kardiologi konsultatsiyasi uzoq rayonlarga, ya'ni nohiyalarga birma-bir har 2 haftada bir shanba kunlarini uni maslahat qilamiz, hali tashkil qilmoqchimiz. Shu aytib o'tadigan kasallarim, ya'ni kattalarni kardiologik kasallari yoki misol детский poroglar vaqtida diagnoz qo'yilib, vaqtida operatsiya bo'ladigan bo'lsa operatsiya, lecheniya bo'ladigan bo'lsa lecheniya qilinishi uchun чтобы poroglar o'sha yoshi ancha katta bo'lib, misol ko'ramiz, o'sha to'y bo'lish kerak, qizil to'y bo'lish kerak, lekin porogi bor, aniqlandi, unga erga tegish mumkin emas, misol oilali bo'lish mumkin emas, bola tug'ish mumkin. O'sha vaqtda qilinadi operatsiya. Tushunasiz? O'sha yana shunday turdagi poroglar bor, borib o'zini ko'rsatadi, bola og'ir ahvolga tushadi. U og'ir ahvoldan chiqib ketishi ancha qiyin. Yana kattalarni yurak kasalliklari bor. Aytganimizdek kardiomiyopatiya, aytganimizdek infarkt, stenokardiya, boshqa ko'p kasalliklarni, misol yuragi juda ko'p kasalliklarni diagnozini qo'yilgandan keyin lecheniyasi tezroq bo'ladi. Qachon? Agar barvaqt diagnoz qo'yilsa. O'zi kechga qolindimi? Misol infarkt bo'ldimi odam? Vaqtida lecheniya qilinmasa, o'zi asta-sekin yurak kameralari katta bo'lishni boshlaydi. Katta bo'lishni boshlagandan keyin asta-sekin yurak katta bo'ldimi? Misol
o'pkada suv paydo bo'lishi boshlaydi, ayollaringiz shishib boshlaydi, boshqa xuloski odam invalid bo'ladi. Bitta so'z bilan aytganda. Yoki o'sha takrorlangan infarkt orqasidan yoki imini bitta joy infarkt bo'ldi, ikkinchi joy o'sha infarkt bo'lishda o'lim holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana men aytib o'tayapman, YouTube'da aytib o'tayapman, Instagramda aytib o'tayapman. To'g'risi, misol biz ko'p ko'ramiz, bunaqa videolarni ko'rilishi juda ham kam. Misol har xil betayin kliplar, misol betayin blogerlar, vayllar, boshqa ko'rish oson, misol Instagramda ko'rib maqlasiz, lekin bu videolar kerakli videolar, misol to'g'risi bor-ku aka, misol mana kelishadi. Aka, nima bo'libdi? Misol mana infarkt keldi, biz stent qo'ymoqchimiz, tushuntiramizda, chunki stent qo'yilayotgan vaqtda ham hech nimaga yo lecheniya qilsangiz ham bu narsalarga garantiya so'rashadi, boshqada misol. Lekin misol mana tushuntirib o'tyapmiz, nimada tushuntirib o'tyapmiz, misol men YouTube'da tushuntiryapman, Instagramda tushuntiryapman, boshqa hurmatda ko'rishsa, shu holatga yetib kelmaydi. Otasidir, onasidir, yaqinidir, o'zidir, shu holatga yetib kelmaydi. Barvaqt значит lecheniya oladi. Sizlar ko'ryapsizlar, eshityapsizlar. Buni barchasi mana shu sizlar uchun, sizlarni mana shu Mojid oralaringizda birontani opasimi, ukasimi, yo dadasimi yoki onasimi shunday kasalliklardan biri bo'lishi mumkin-da endi. Bu biri bo'lmaydi. Shu uchun mana shu akamizning mana berayotgan maslahatlari haqqoni to'g'ri tan olish kerak. Sizga qanday murojaat qilishsa bo'ladi aka? Qanday sizni konsultatsiyangizni olishsa, qanday siz bilan bog'lanishsa? Aka, iloji bo'lsa mana sizga katta rahmat. Mana keldingiz, ko'rgani, videolarni ancha-muncha odam ko'ziga tushmaydi-da, chunki aytganimdek betayin kliplar, betayin viral boshqa barobarlar misol ko'riladi-yu, bu narsa ko'zga tushmaydi. Kelganingiz uchun sal kiribman-da, o'zi ovozim olingan, shuning uchun kirib bir kun yotdim. Endi yotganda baribir biz zerikamiz, biz ishimiz telefon, internet-ku, telefonni o'ynab, Instagramni o'ynab yotasiz-ku, kliplar ko'ray deysiz. Keyin qarasam chiqib qoldingiz, aytdim, dedim mana. Ular yaxshi maslahat beradilar ekan deb, keyin telefon qildim, yo'q, mana ko'tardingiz, hayrat, mana bugun. Yo'q demagingiz uchun sizga ham rahmat. Shu uchun obunachilar, mana sog'liqni paydan bo'laylik. Endi qanday bog'lansa bo'ladi aka? Aka, mana kelganingiz uchun rahmat. Agardan iloji bo'lsa, mana telefon nomerlarini qo'yasiz. Telefon nomerlarini qo'yasiz. Akkauntlar, misol Instagram, Facebook hammasida bor biz. TikTokdan tashqari. To'g'ri, TikTok tushunmayman. Tushunarli. Undan tashqari hammasida bor biz. Mana bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Hamma vaqt. Men o'zimni kasallarimga aytaman. To'g'risi, men nima deydi, yoshligimdan doktor bo'laman deb misol harakat qildik, mana doktor bo'ldik. Kasbimni yaxshi ko'rganim uchun bilmadim. Xullas kasallarimizni javob berishdan oldin aytaman, 24/7 telefon qilaverasizlar deyman. Xudoga shukr, mana shu paytgacha hali bironta kasalimiz norozi bo'lib ketgani yo'q. Aytmoqchimanki, telefon nomerlar bor. Instagram, YouTube, misol yozishaveradi. Telefon nomerda Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqishsa, misol keraklar agar biror xil savollari, nafaqat kardiologiya bo'yicha, boshqa misol meditsina, aytaylik, uzoqroq qishloqdan o'zi hech nimani tushunmaydi yoki boshqa misol nimadir o'ylanyapti, misol meditsina sohasida bemalol yozib maslahatga yozishsa bo'ladi. Men qarshi emasman. Farqi yo'q, 100 ta yozishar, 50 ta yozishar. Men ishdan keyin, ish soatimdan keyin ko'rib, albatta javob beraman.